Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Avvalo assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Muhtaram xalqimiz, hamqishloqlarimiz, avvalo mana bu kelayotgan muborak Eid Qurbon Hayit bayrami hammamizga barakotli bo'lsin. Alloh tabarak va taolo bu Qurbon hayiti kunini barakotini bizni tomosha qilib turgan har bir kishiga Alloh nasib etsin. Shu ulug' ayyom kunlarda muhtaram Abduhodiy domlamizdan, ustoz domladan xalqimiz haqqiga bir chiroyli duo olsak. Amin. Amin. Xudo tabaraka va taolo. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Xudo tabaraka va taolo o'zing ko'rib bilib turguvchi zotsan. Mana bunday ulug' kunlarga hammamizni vodil ahli bilan salomat yetishlikni Alloh nasib qilgin. O'sha kunga yetkazib hamma Parvardigoro qurbonlik qilaman degan birodarlarni qurbonlarni salomat so'yib o'zingga yaqin bo'lishlik, o'zingning roziligini topishlik baxtiga o'zing musharraf qilgin. Allohim bu xalqimizni salomat qilgin. Butun yurtimizni salomat qilgin. Yurtimizni tinch qilgin, tinchligimizni ziyoda qilgin. Parvardigoro yurtboshimizni ham salomat qilgin. Salomatliklarni ziyoda qilgin. Bu borayotgan ishlarda o'zing madadkor bo'lgan, o'zing oson qilgin. Parvardigoro mana bu hajga ketgan birodarlarimiz ham hajlarini haj ma'mur qilgin. Salomat hajlarda ado qilib, sog' salomat kelib, ularni duosini olishlik baxtiga o'zing musharraf qilgin. Allohim bu Qurbon hayitini hamma yurtimizda salomat ado qilishlik baxtiga o'zing musharraf qilgin. Namozlarda chiroyli holatda o'tishini o'zing nasib qilgin, o'zing oson qilgin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.